Nigara, boshqalarga shatliq bag'ishlash uncha qiyin ish emas, ammo uningga bir tayyorlik ketadi. Sizning tayyorligingiz bitdimi? Mening u bitdi, endi takliflik mehmonlarimizning bitganmidi? Ko'rib baqandi. Ko'rib baqaylik. Aziz ko'ruvchilar, Xinjiang Taohuada elektronik savdo shirkati shundaqla yillar markasi alohida talab qilgan shatliq minutlari programmasiniki tunji soniga har qaysi bir sohada ko'zga ko'ringan cho'lponlarimiz, to'r cho'lponlari shatliqni shundaqla ko'pchilikka shatliq ato qilish uchun mana bu yerga jam bo'ldik. Bugungi bizning vazifamiz ekran oldidagi sizga xushallik va shatliq bag'ishlash. Undaqda oldi bilan mahirlarimiz, cho'lponlarimiz ekran oldidagi ko'rmanlarga salomlarni yo'llaytamizlar. Undaq bo'lsa oldi bilan cho'ngdan kelamdik. Abaykamni o'zim tanishtirib etandim yoki o'zim tanishtiray bo'ldi. Ha, yaxshimsizlar do'stlar. Menki Habibullamdan hammanglarga o'tliq salom. Ekran oldidagi barliq azizlar, bu shatliq minutlar programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganimizda intayin xushal. So'nglashgan bu shatliq minutlari programmasida har bir sizlarga birdan xushallik, shatliq ato qila olsak, shuningdek intayin xush bo'lamiz, suyunimiz. Rahmat. Yaxshimsizlar do'stlar, aktyor do'stimlar Shehribon Yasindan hammanglarga o'tliq salom. Shatliq minutlari programmamizni yoqtirib ko'rishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Yaxshimsizlar do'stlar, men yosh aktyor do'stinglar Farruq Yusuf. Shatliq minutlari programmasi sizlar bilan hamroh. Rahmat. Yaxshimsizlar, suyimli do'stlar, men yosh naqsh do'stinglar, aktyor do'stinglar Zulhayat Tayri bo'laman. Shatliq minutlari programmasi siz va bizga shatliq ato qilg'isi. Aziz do'stlar, yaxshimsizlar? Men sizlarning Turpandagi eng yaxshi do'stinglar Yunus bo'laman. Mushu programma orqali sizlarga ozroq bo'lsa zo'q ato qila olsam, men uchun sharaf. Salom do'stlar, yaxshimsizlar? Men aktyor do'stinglar Shahzodadan hammanglarga o'tliq salomlarim bo'lsin. Shatliq minutlari programmasi orqali sizlarga shatliq ato qilganligimdan intayin xushalman. İkramı görürmen do'stlar, chizliqman, chizdirishman, o'yishcha bolalarga qochqichi joyidman, chizliq. Qasr bilan shu shatliq minutlar programmasi orqali bitta ko'rishib kelay deb qaysizlar. Bir sovuqda bir qisiq, bir besiq kavobdek bir yuraklarning big'a, azoblarning dig'iga bir kilanmamak deb kelib qoldim-go, meni bilishlar uchun. Aktyor do'stlar Yumurxondan sizlarga igili salom ketdi. Yaxshimsizlar do'stlar, model do'stlar Muzaffar Senjandan sizlarga o'tliq salom. Shatliq minutlari orqali sizlar bilan yuz ko'rishganimdan nihoyatda faxrlandim. Shatliq minutlar programmasi orqali sizlar xushallik ato qilishimni umid qilaman. Rahmat. Chunki shatliq minutlari programmasida mana bu cho'lponlar o'zaro musobaqa qilish orqali ekran oldidagi sizlarga shatliq, xushallik bag'ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar, bularning qo'lida birinchi bosqichda chang'i turibdi. Undaqda chang'i telishni boshlaydigan o'xshamandiq. Shunaqlayli Nigara, ko'rmalar ko'rib turibsizlar, bizningki 8 nafar cho'lponimiz, yana 2dan 4 ko'rpog'i bo'linib tayyor bo'ldi. Bizning 4 ko'rpog'i bo'lingan mahirlarimiz eng tez ham o'lchamli holatda boshlanish nuqtasidan oxirlash nuqtasigacha eng tez bora olsa, utib chiqqan hisoblandi. Agar mushu jarayonda bir gurbetga mahirlar toza yaxshi moslashamay qolsa yoki oxirgi nuqtaga bora olmay qolsa, u chaqda nomer tatiladi. Shundaq musobaqalarimiz mana mushu tariqada 3 bosqich bo'yicha ilib berildi. Musobaqada eng yaxshi ifoda ko'rsatgan mahirlarimizga Xinjiang Ishbariya sotsialik shirkati ta'minlagan oltin uzuk mukofot qilinadi. Undaqda mahirlarimiz tayyor bo'lyapti. Mana ko'rman do'stlar, hozir bizniki programmamizdagi birinchi bosqichga yana chang'i telish bosqichida er mahirlar boshlanish nuqtasida qo'zg'alish oldida turmoqda. Undaqda ularga utuq tilaymiz. Mana hozir mahirlarimiz qanday kayfiyatda, qanday hissiyat bo'layotganda anglab baqandiq. Tushkim kelib ketdi hozir, haqiqatdanmi? Cho'qim birinchi bo'lamiz. Qilib tushkim kelyaptimda. Yang'il yiqilsa. Ma bo'y bilan yiqilsam ketdim men bo'ldi. Herkes qutqizib bo'lamaysiz Muzaffarchim. Ros. Cho'qim tirishma. Jayo. Farruq. Ya tramvay qadib qanday mang'amaysan turib. O'yay. Ya boshqasida ansirmayman. Yig'dim putimni chikitib qolsa kiyolmayman-ku. Mafek test kelgan shunda qo'rqatyman. Amallab putingizdan chiqarib aytman birinchidan. Ikkinchidan faqat dumlab bo'lsa berasiz haqida. O, dumlab. O, yoqtaq kesam-a. Chaq. Uy ketib qolmaysizmi? Xo'sh. Endi mana bizning turpanliq mahirimiz Vanxo. Qanday hissiyat bo'lyapsiz? Men shundoq vash mangdagan genjeda
bir yor bersa birinchi paqay deb o'yladim bu o'zimcha. Turpanda odatda doim tiyilib turamsiz. Biz qor ko'mgil o'yinni ochdi. Mushatta ma qor xuddi men o'yil pul ko'rpam bo'lganda ko'rinyotdi. Xuddi quchoqlab yaqin kelibchi ma qorni. Bek sovuq, ammo bek chiroyli, ha? To'g'ri, shunda fayz ekan ma u. Jayo, g'ayrat qiling. Jayo. Abayka. Sizga bek taski to'xtadi aka. Men chiqilib sog' salomat yiqilib qolgan yerdan o'rnimdan tura olsam, yana bir qitim minib mintanim qila olsam bo'ldi. Boshqa mas'ul yo'q. Mening olti uzuk og'im yo'q. Kesam bo'ldi. Hadimizga bo'lsin, og'ash kesingiz bo'ladi aka. Bo'ldi, lekin u hamda nimadan bak jiroq qishlar o'rni. Men o'zim hozir. Bo'pti, lekin g'ayrat qiling, kim bildi akash bordingiz, eng yaxshi bo'lib qolamdi. Shunday olmaydi, ani birimligini olmaydi, tirishimamda. Jayo. Xo'sh, undaq bo'lsa tayyorliginglar bitdimi? Hörmətli dostlar, Yıllar Marksi alohida talab qilgan shartli miniatyura programmasidagi tunji sananagi birinchi bosqichi ya'ni chang'i telish bosqichi nihoyatda qizg'in davomlashyapti. Bugungi mahirlarimiz asosan ilgari chang'i telib boqmayotgan shuninga bugun ular o'zirga shundaqla qarshi tarafga guruhlarga jang e'lon qilyapti. Men oxirgi nuqtada ularni saqlayapman. Undaqda bugungi mahirlarimiz ham tez ham o'lchanlik holatda oxirgi nuqtaga yetib kelalamdi. Yo'q, davomli diqqat qilaylik. Bosqichimizdagi natijasini xulosalayday. Chang'i telish bosqichimizda birinchi bo'lgan guruhga Muzaffar bilan Yumurxonning guruhi muborak bo'lsin. Ikkinchi bo'lgan guruhga Shakribon bilan Farruxning guruhi muborak bo'lsin. Uchinchi bo'lgan guruhga Abaykan bilan Zulayatning guruhi muborak bo'lsin. To'rtinchi bo'lgan guruhga Yunusjon bilan Shahzodaning guruhi muborak bo'lsin. Xo'sh ko'rman do'stlar, undaqda diqqatinglar davomli ikkinchi bosqichning o'yin turimiz bo'lsin. Qadrli ko'rmanlar, shartli miniatyura programmamizning ikkinchi bosqichi boshlanish oldi turyapti. Bu bosqichimiz bo'lsa balon telish bosqichi. Bu bosqichda güzel qizlar balonda o'ltirdi, mana o'ltiribdi deb bo'g'icha. Yigitlar tartib oxirgi nuqtaga, ya'ni Zukrabon nuqtaga so'rab opiradi. Uning bilan tugamaydi, yigitlar berib Zukraning ayniga opirib bo'lgandan keyin bir aylantirib yana tartib mushu birinchi boshlanish nuqtasiga akilislar qizlarni. Qaysi guruhda ham tez ham qizlarni yiqitib o'tmay muvaffaqiyatli ekansa, shu guruhga tutgan bo'ladi. Undaq bo'lsa tayyorliginglar bitdimi? 3 2 1 G'ayrat qilinglar, g'ayrat qilinglar. G'ayrat qilinglar.
1只狗熊2只狗熊跑得快。Muzaffer gayret qila. Muzaffer gayret qila. Көрмен do'stlar, programmamizning ikkinchi bosqichi, ya'ni kuch bosqichi qizg'in davomlashyapti. Mahirlar do'nni tushgandan ayt oson tushgandi, ammo do'nga chiqqan chaqda xili o'ptal alsirdi. Ammo mahirlar yana bal qo'yatmay, hamrohiniga alsirab ketganiga qarab, o'zaro o'rin almashtirib sanab yiqildi. Ya'ni ular oxirgi nuqtagacha bal qo'yatmadi. Undaqda oxirgi nuqtaga o'ng'ishib baralamdi yo'q, pardashib beralamdi yo'q, davniq terpaqayli. Birinci dedim. Ben en tez. Yaxshi. Yumurxan. Qandaqroq? Men hozir yangi tug'utdan chiqqandek bo'lib ketaman. Voy. Oxirgi kelgan chaqda faqat darashib beramay qolinglar. Bardosh qilsam, shu qilsam kamir yo'q. Hech bo'lmasa Damasqomuz deb yomish bosim chiqdim. Oxir yo'lda qolgan yo'lovchi emas deb oxir o'zim minib bosim chiqdim yomishim. Yaxshi. Voz kechmaslikka eng yaxshi. Muzaffer hoşdan ketdi. Yaxshi. Nefeslendirishga ehtiyojliqda. Qandaqroq? Yanına çoğunu uçken bekam. Rastlar. Hay, anda qancha bo'lsa 20 yol tashlab qo'yib inib kelgan ish bor. Taşlap koyma kumaptı ne? Tilip kaldım hem de koptu neymiş oldu. Xotirasini yo'qotibdi. Sizlar eng oxir bo'ldinglar lekin. Ziyada hozir abaykamdan boshqalarni injik bilgidek yirqan bilyoda. İncik bilgilik yırqan Көрмен do'stlar, Shatliq minutlari programmamizning ikkinchi bosqichi, ya'ni hamroh bosqichi qalbilik oyoqlashdi. Bu bosqichda endi natijani e'lon qilib olsak, birinchi bo'lgan guruhda bo'lsa, Bilimiz. Yani birinchi bo'lgan guruhda abaykamlarning guruhi muborak bo'lsin. İkinci bo'lgan guruhda Yunuschalarning guruhi muborak bo'lsin. Üçüncü bo'lgan guruhda Farruxlarning guruhi. To'rtinchi bo'lgan guruhda Ayağımız qurut bo'ldi. Tanıysizlar? Xo'sh, undaq bo'lsa Shatliq minutlari programmamizning oxirgi bosqichi, ya'ni 3-bosqichlik o'yin turini boshlab ketamdik. Üçüncü musobaqa turi bayqaladik, ham tars ham undaq jiq kuch ketadigan o'yin turamiz. Ya'ni bir qiziqarli bo'lgan. To'g'ri. Har bo'va yasash bosqichi.
boy, ang gavdilik, ang umaq, ang chiroyli, shugurpak yengen bo'ldi. Ya'ni ang tez yasab bo'lgan. ang kelishgan deyli, ha. Chiroyli debdimi? Ang kelishgan bo'lsa shu guruh tutgan bo'lsin, shundaqmi? Voy bu qarboy yasaydi men minostim qanlar to'kanlar bo'ldi. Men shunda umoqqa mana. 我要开始装逼了。 Qaysi guruhimiz Farruhga o'xshash, ham umoq, ham gavdilik, ham nayt obrazli bo'lgan qar boyni ang tez surati yasab bo'lsa, shu guruhga tutgan bo'ladi. Көрмен доса, көрбәт қылынған Шинжан Тавхада электронлық сода шеткі шіркеті, яғни Yinlan маркасы Аллахиді талап қылған Шатлық минутлары программасы. Mana көрмәлі программымыздың 3-cü basqıçıda mahirlarımı təyya bop-bopda ondaq bolsaq başlaydı. Çekban bezekten kapalı olma. Anne bir şey kaldı mı? Maqa faqatlam çaplaşmaydılan qarkən mana. Bundan yasaq bulasılar. 这是高手。哇，这是高手，这是高手。这太厉害了！哇，这个真厉害，这个好快了，这太厉害了！ Mana mavi o'g'it yerlik mana shu davlatlik birinchi daraja qo'g'dilgan hayvon bug'uni dardini tug'mi qilyapti. Quvvatli qaboy mavi. Xo'sh ko'rgan do'stlar, ya'ni musobaqamizning 3-chi bosqichi, ya'ni qor bova yasash bosqichininki vaqtimiz to'shdi. Undaqda Nigara qanaq baholsak bilan qor bovalarni? Meningcha mushu bosqichdagi baholashqa biz Abaykon bilan Yumurxonni taklif qilsak qanday bo'lar? Yaxshi fikr bo'ldi. Xo'sh, Abayka, Yumurxon baholash qatnashib qanday hissiyati bor sizlar? İntayın zaten şu bağlaş katmış şerifine erişkenlikimizde hoşal olduk. İşimiz kızım şundan peki. Men ma gapni demigan bo'lay. Hem de hakikaten. Biz muşul katlaşamazsınız mümkün değil. Men demigan bo'lay. Undaq boshlab ketdik bo'ldi. Baholashni musha tarafdan boshqa Sizlar mi bağlaş kıralar cinalar değil mi? Kelsa. Hem de işler cınvağını yaxşı görür. Abayka aş yeniga kelib innoq ko'rib turibdir. Mana mavi gilamchi qaboy ekan mana. 1 metr şu naylon gilamchilikda buningga. Bu adam ne? Ben tunime bir kıtem tumarız oturgan bu adam. Bultuk kışta. Yılıq öğrenme kıldığan nemesi yok. Gilam şarkısını ben degan şu. Bultuk kışta etiyazını tat yo'qolib ketgan bizim kışlarni paydo bo'ldi. Ama ko'ngil ketadi ma. Biz adam yomon qo'ya qaramiz. Biz adam kelsak misbit. Lekin ini qilik yangriki. Yaxshi yasabsizlar. Demak, so'g'inam hamda night intayin bunaqa kuch chiqaribsizlar, shundaymi? To'g'ri. Ya'ni kelib muhit asrash vakin deb o'yladim Abayka. Nimiz qatsangiz bir ichimlikning sistemi foydalanib tur. Intayin. Qanaqa ig'izlarini kelib ketdi. O'ynab. O'ztoshka. Buni da oxirida biroq hisobot. Farq o'xshatdimi? Farq ketgan. Farq bilan bir dadi bilek ana boshqa kuch chiqqanlar bor. Ramazonning gündüzü mü? Kaboy mu? Shundayman. Buni patrukka qo'yapti buni. Bir nas kandakmi? Buni meningidek semizroq ki. Mana iliq, qanilik, boshni pomlab ulanmay, qo'yapman. Dögülü bundan başlayayım. Lekin katta. Yeyip kaboy. Lekin tirishibdi buna
İçinde bizekligim bek küçep Küçük ha, topu bilen nait, ustalık bilen ma başını nait çıkarıp da ama Yunuscan bilen ma Şahzatem bu mu nait yakşı. Özüm okey de bu. Şimdi sen teve, özengi teve. Ma bizning Turpanda qarshini o'yilda açtı. Ma qarshigani ko'rib, mushu o'yilda pul ko'mganda genjga ketdi mencha, shuni qon yug'an yasib. To'g'ri. Shuna qilmay qonmay o'qchadi ham kelib. Ay Yunuscha so'rab boqay, bu boshmi, badanmi? Badan. Bugün ben desem güzel tulap kalema benim şundan maktığım var, şunda özünüzden. Bu mençem şu. Yanıdan ayağı çıkay degan qabu ekan. Çünkü amsi bunun gazı tamaq yigiz aldı deki şaldırıp taqıp atdı. Ras. Qaylan sos kılınınca deb o'tiribdi. Shuni ama. Üstlükle ağzını söz kılınç çıkıp gidip etken bunda. Özlük şunda keyif keçekler şunda yaraşkan bir naite. Yaxşı yoktu ha? Lekesel bir kış tapmap. Uğrak bir kış. Ya anda siz bakan mı da kuzanda abanlar siz bakan mı da. Ama başı ayrı. Qadalıda anda semiz bir qasım mahammayda. Bitib qalıda, to'g'rilabda. Endi atumaq bo'lsam shu Qashqarning yerlik sarpushtumiqa deb qo'yamiz. Hozir bu yil mabalning kesal Bishto'ngib kes qulq gap olmaydigan mijozat keltirib qo'ydik. İntayın çırağı. Sharplarla yer. Endi ma sharpa. O'zingni ko'rdinglar. Köydük. Endi ma kulakça, endi bunu kıymetini satsak da kıymet kulakça. Lekin bunu kan asas kılımız bu biz. Biz asasen kulakça edemmin kulakçısı, şarpımı edemmin kulakçısı. Bizmiş ka, renk, şu kalemi edemmin iken. Şu avo, maskım şu, maskını hem de menalı kılıp. Bizek. Tügmeleri niminin oğut eden. Nimde yolçumuz bu şeyde dopundu. Yolçumlu dopusu geldim. Tügmeleri. Şu hakiki yerlik oğut. Birinci derece oğut ulan. Manda bir oğut durayım. Bir yerler bir xele. Şuna bunu burap kes maskını takılın demekçi. Koldu maskını koyamıyorsunuz mu? Aşılı takaplı etken bolsanız texim tüzükçü qatib. Bunu pek uzun ki. Taksan qatılıp Көрмән достар, көріп атқанлар Шинжан Тавхода электрлык сода şirketi şundaqla yıllar markası alohida talab qilgan Şartlık Minutları programması. Mana Şartlık Minutları programımızın 3 yılı basqıçı tamamlandı. Endi nəticələrini elan qılıb etdik. Xoş. Bugünkü Şartlık Minutları programımızda birinci bo'lgan grupu bolsa Əbəy Kamlanın grupusu. Mübarək bolsun. İntay hoş olduk. Çoğunlarga yol qoyğunlarga intay hoş olduk. Rahmet. Koymadık asli özünün əmli küçü boldu bu yerdə. Rüsada ügensek bolduq kemiş beden sapa cihat olsun. Abiyam programı başlanıplam. Əbəy Kamlanmanda gipin anlığantım. Mənim də özgü oğlumda Bekamda acayip dep koyatıdı dep oyuldumda. Vayfkam ben günde 10 kilometreden 8 kilometrece ben şu koronanki bağlarını aylanıma meyil jügreş cihati olsun. Bugün zat bir kumpanı köstüme degen temanda boğantım lekin bugün bak qayl oldum. Çünkü Bekam müşahedin düştü. Yani birden mi demamay birinci olabı çıkan tem ben bombasa yaş farkımız cihati olsun şunda mesela farkımız var o. Yo bu sağlamlıkni özüge tenerketni özüge hemraqqa adam hiç ketmeydi ki ahir biliniş etken dedim. Sizde ügensek boğdek. Rahmet. Mübarek olsun. Zulayat mübarek olsun. Bugünkü müsabaqamızda ikinci bo'lgan grup var. Muzaffer bilan Yomurxonning grupi. Mübarek olsun. Tebrikler. Bugünkü programımızda 3. bo'lgan grupu bolsa Yunus Canlarning grupusu. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Bugünkü müsabaqamızda 4. bo'lgan grup var. Farıq hoşun ketdi. Farıq bilan Şəkribanning grupusu. Nima? Şu Farruxning nayt o'riqlik sababi meni nayt semizligimni tutab qoldi. Odatda chempionda eng keyinchi qolaydi-ku, bizni eng oxirgi qolgan ekan biz degan chempion. Yaxshi.
To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi natija 6-ulab qolgan bo'lsanglar qanday qilsanglar? Xo'sh ko'rman do'stlar, bugungi musobaqalarning natijalarini e'lon qilib oldik. Bugun natijaga erishgan barliq mahirlarga, shunaqla guruhlarga yana bir qism tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Musobaqaning natijasi muhim emas, shunaqa. Bugun do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. Chunki bu programmamiz ko'ngil etishni asos qilgan program. Albatta bugun shunaq qish faslining eng go'zal yaldamisi bo'lgan oppoq qilin qarda qangacha o'ynab, go'zal unutilg'isiz aslimlar qoldi. Minutlarni barpo qildik. Haqiqatan. Minutlarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, shodliklardan bahramlanmoqchi bo'lsangiz, shodlik minutlariga keling. Mukofot buyumlarini davitayli endi. Hozir 3 bormi yo 4-chi bormi? Hammanglarga bor. Xo'sh ko'rman do'stlar, bugungi programmamizga, ya'ni shodlik minutlari programmamizning birinchi qismiga joy-joylardan alohida muborak qadamini elib kelgan sevimli cho'lponlarimizga, to'rt cho'lponlarimizga, barnoyiga chiroyli qizlarimizga programmamizda alohida talab qilgan Xinjiang Tavxoda elektronlik savdo-sotish shirkatininki Kozur mahsuloti, ya'ni Yillan markasidagi teri asrash mahsulotlarini ko'ngil qilib qabul qilgaysizlar. Hammanglarga bir yurishdim. Endi bugungi programmamizda birinchi bo'lgan guruhdagi qiz mahirimizga Xinjiang Ishbariya Sochek shirkati ta'minlagan oltin uzuk mukofoti. Aziz mehmonlar, Xinjiang Shohkeran xalqaro savdo-sotish shirkatininki bugungi aziz mehmonlarga, ya'ni mehmonlarga Qutyar markasidagi tabiiy soda suvi ichimligi, ya'ni ayol mahirlarga Devoshkar markasidagi qaq suyini ko'ngil sog'itib qabul qilamiz. Undan boshqa yana bugungi birinchi bo'lgan guruhdagi mehmonlarimizga Xinjiang Kamera madaniyat tarqatish shirkatining ozg'ini ko'ngli bor ekan, qabul qilgaysizlar. Aziz mehmonlar, bugungi musobaqamizda ikkinchi bo'lgan guruhga Xinjiang Yerodiy madaniyat tarqatish shirkatining ko'ngil sog'isi bor ekan, qabul qilgaysizlar. Bugungi sonimizda 3-chi bo'lgan guruhga Xinjiang Eiffel madaniyat tarqatish shirkatining ozg'ini ko'ngli bor ekan, muborak bo'lsin. Xo'sh mehmonlar, bugungi musobaqamizda 4-chi bo'lgan guruhimizga ko'ngil sog'imiz va u bo'lsa Shi savdo markazi yangi bino, ya'ni ikkinchi binoniki ikkinchi qavatiga joylashgan Arya Esilzodalar kiyim-kechaklari do'konininki ko'ngil sog'isi bor ekan, qabul qilgaysizlar. Muborak bo'lsin. Buningdan boshqa yana bugungi programmamiz qatnashgan barliq qiz mahirlarga Xinjiang Ishbariya Sochek shirkatining bir yurishdan ko'ngil sog'isi bor ekan, muborak bo'lsin. Qadrli ko'rmanlar, shuning bilan bugungi shodlik minutlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi sonlarimiz texmo sarxil. Keyingi sonlarimizda biz bilan birga shodlikqa jo'r bo'lishinglarni umid qilamiz. Kerak son ko'rishaylik. Xayr-xo'sh.